bir xonali uyni narxida 2 xonali birinchi etajda joylashgan g'ishli domdan uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyi ham zo'r. Bitta ko'ring. O'zbekiston Jahon tillari universiteti. Bu yerda faqatki zapchast bozor, bitta yugursangiz Chilonzor metroga chiqasiz. Bu yerdan Shuhrat Bekrovskiy chiqsangiz bo'ladi. Afrozning chorrahasi bu yerda, mana shu yerdan shunday kirganimizda joylashganini ko'rsatamiz. Detskiy plashatkalari, hovlilari ham salqingina zo'r ekan, domning ko'rinishi. Podyezddan kirish eshigimiz, hol. Bu yerda bitta zalimiz joylashgan. O'rtacha holatda. Bu yerdan chiqqanimizda spalni joylashgan. Shkaflar bilan podyezdda eshigi bor. Bu yerda esa sanuzel. Undan keyin kuxnyamiz joylashgan. Uyimiz birinchi qavatda bo'lganligi uchun shunaqa agorotchasi ham bor. Bu uyimizni narxini 58.500 dollar qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Tez aloqaga chiqinglar. Like, podpiska bosib o'tib ketish esdan chiqmasin.